Ona armoningiz bormi desam ko'zingizni yumib oldingiz. Armoningiz bormi desam ko'zingizdan yosh oqdi. Armoningiz bormi desam dod deb yig'layapsiz. Nima armon o'shani ayting. 35 yildan beri kutirayotgan. Ayting desam, akangiz aytmagan, ukangiz aytmagan, opingiz aytmagan bitta so'z borda. Shu so'zni men 35 yildan beri og'zingizga qarayman. Shuni aytib yorarmikin deb bugun endi shu so'zni eshitdi, armon bo'lib qolmasin deb nima qilyapman-da o'g'lim? Qaysi so'z ona? Desam bir o'zlarini to'xtatdilar-da deydi. O'g'lim, bir marta bo'lsa ham men sizni sog'indim ona deyin. Chunki siz kechasi uxlab ertalab turib bag'rimga otilib, bo'ynimga osilib, ona men sizni uyquda sog'inib qoldim, uxlabdirdingiz. Bog'chaga borib, bog'chadan kelib, bo'ynimga osilib, yuzimdan o'pib, bog'chada men sizni sog'inib qoldimdirdingiz. Maktabdan kelib ham bo'ynimga osilib, yuzimdan o'pib, men sizni sog'inib qoldim, maktabdadirdingiz. Shu gapni katta bo'lib aytmay qo'yadingiz. Shu gapni men 35 yildan beri kutyapman dedilar. Ichimdan deydi bir hayqiriq keldi-da deydi. Ayoqlarini quchoqlab, "Ona, men sizni juda ham sog'indim" deyishimni bilaman. Ey Robbim, dunyoga farzand keltirib onalik baxtidagi onalarni eng baxtlisiman. Chunki farzandimdan oxirgi so'zimni eshitdim. Men farzandlarimdan roziman. Sen ham meni farzandlarimdan rozi bo'lgin dedilar-da. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb jon taslim qildilar. O'zingiz boshliq janozani o'qib pataxalarda o'tkizdik-ku. Endi armon menga o'tib qoldi-da o'rtoq deydi. Ha desam, qachon qabristonga borsam boshlarida turib onamga aytaman, ona, men sizni sog'inib keldim. Men sizni rosa ham endi sog'indim. Deyman, u qani endi onamning ovozlari eshitilsa, qani edi mana bu gapimni eshitsalar-u, shunga qarab bir voqea bo'lsa deb o'ylayman, dod deyman qabristonda deydi. Endi qani edi onam shu so'zni ertaroq aytganlarida edi, har soatda sog'indimdirdim deydi. Endi armon menga o'tib qoldi deydi. Sizni biz ham bir aqlimizni ishlatib, bir ko'zimizni ochaylikki, bizni onamiz qaysi so'zimizni yaxshi ko'rib, qaysi bir so'zimizni og'zimizga qarab turar ekan-a?